Assalomu alaykum qadrli muxlis. Diqqat, shoshilinch xabar. O'zmeteorologiya markazi 20, 21, 22 kungi ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, 20 oktyabr kuni kunduzi 23 gradusdan 28 gradusgacha issiq bo'lishi kutilmoqda. Kechalari esa 10 gradusdan 12 gradusgacha issiq bo'ladi. 21 oktyabr kuni esa kunduzi 24 gradusdan 25 gradusgacha issiq bo'lishi kutilmoqda. Kechalari 10 gradusdan 13 gradusgacha issiq bo'lishi aytilmoqda. 22 oktyabr kuni esa 20 gradusdan 25 gradusgacha, kunduzi, kechalari esa 9 gradusdan 10 gradusgacha issiq bo'lishi kutilmoqda. Havo harorati o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying.